Birinchi kunni o'zida ko'rsangiz tekinga olasiz. Ikkinchi, uchinchi, beshinchi va hokazo kunlarda kiradigan bo'lsangiz. Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Doimiy obunachilarim bilishadi, Telegram kanalim bor va u yerda har doim yaxshi narsalar chiqadi. Bugun sizlar bilan 3 ta pul ishlash sxemasini, konkretni ishlasa bo'ladigan sxemalar haqida gaplashamiz. Ko'rib chiqamiz, yo'q, ko'rib chiqmaymiz. Gaplashamiz bu videoda. Sxema haqida gaplashishimiz Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalimga tushasiz, videoning tagida ikkinchi silka. U yerda 3 ta pul ishlash sxemasi. Sun'iy intellektlar yordamida pul ishlanadigan variantlar bor. Eslatib o'taman, Telegram kanalimda ma'lumotlar faqatgina bir kungina turadi. Sizlar uchun mana shu videorolikni ko'rayotgan paytlaring Telegram kanalimga уже qo'yilgan bo'ladi. Videorolik chiqadi, Telegram kanalimga ma'lumot chiqadi. 3 ta pul ishlash yo'li. Asosiy pul ishlash yo'llari haqida tushuncha bo'ladi. Telegram kanalimga marhamat. Ulgursangiz, birinchi kun agar shu videorolikni ko'rayotgan bo'lsangiz, uchalasini ham birdaniga olasiz tekinga. Agar tekinga ola olmasangiz, undan ham zo'r taklif bo'ladi. Agar mana shu videorolikni kechroq ko'rayotgan bo'lsangiz. Shuning uchun videorolikni 24 soat ichida ko'rayotganlar yugurib o'tamiz Telegram kanaliga 3 ta pul ishlash sxemasini promptlarda olamiz. Prompt nima, uni nima qilish kerak, qanday qilish kerakligi haqida hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Hozir birgalikda mana bunaqa pul tikib qo'yib, pul ishlaydigan joyni ko'ramiz. Eslatib o'taman, internetga kirgizayotgan har qanday pulingiz xavf ostida bo'ladi. Mana bunaqa saytlar ham qancha ishlashini hech kim bilmaydi. Hozir 4 kunmi, 5 kundan beri ishlayapti ekan mana bu saytimiz, imенно shu. Hozir shunda birgalikda pul ishlashga, pul chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Kecha pul kirgizilgan, bitta daromad olingan уже. Mana 2 dollar 60 sent daromad olganmiz. Buni chiqazishga beramiz va staking qilamiz yana albatta. Qarang, bu yerda nima deyilyapti? Bu yerda qisqasi, bu yerda nima deyilishidan, qanday aytilishidan qat'iy nazar, mana asosiy oynasiga kiradigan bo'lsangiz, mana biz unaqamiz, biz bunaqamiz, bunday qilganimiz uchun bunday pul ishlaymiz deb to'liqligicha tushuntirilgan. Qancha ishlashingiz mumkin, nima qilishingiz mumkinligi haqida mana aytilgan. 20 dollargacha kiritsangiz 8% olasiz, 20 dollardan 200 dollargacha kiritsangiz 13% olasiz degan gaplar bor. Yana bir marta aytayapman, bunaqa saytlar ishonchsiz bo'ladi. Internetda pul ishlamoqchi bo'lsangiz, g'alati eshitilsa ham, lekin ishlashingiz kerak. Bilaman, g'alati eshitiladi, lekin ishlashingiz kerak. Xo'p, kabinetimizga qaytib olamiz. Mana bu knopka orqali bu yerda nima, qanday, qanaqa, qancha pul tikilishi haqida gapirilgan. Bonusli programmasi, referalli programmasi bor. 9-3-1% lik ABV, ya'ni men sizlarni chaqirsam, sizlar kirgizgan puldan 9% ishlayman. Sizlar chaqirgan odamlardan men 3% ishlayman. U chaqirgan odamlarning chaqirgan odamlardan 1% dan ishlayman. Sizlarda ham xuddi shunday ishlaydi. Agar videoning tagida mana shu sulka turibdi, shu saytga kiringlar, bomba pul topamiz deydigan bo'lsam, albatta birgalikda pul ishlashga harakat qilib ko'rsak bo'ladi, lekin asosiy foydani men olaman. Ya'ni kirgizgan pullaringdan foiz olib o'tiraveraman. Men unaqa deyotganim yo'q. Men ehtiyot bo'linglar, iloji bo'lsa kirmanglar deyapman. Internetda pul ishlash uchun ishlash kerak, esingizdan chiqmasin. Xo'p, saytga videoning tagidagi birinchi silka orqali kirdingiz, ikkinchi silka Telegram kanalidagi. Birinchi silka orqali kirdingiz, перезарядка tugmasini olib bosasizda, ro'yxatdan o'tganingizdan keyin email yozasiz, 2 marta parol yozasizda, kapchani bajarasiz, bo'ldi. Перезарядка tugmasini bossangiz, mana har xil yo'llar bilan pul solish usullari bor. Любой bittasini tanlaysiz. Mana TRC20 tarmog'i ostidagi USDT ni tanlaydigan bo'lsangiz, sizga mana chiqazib beradi. QR kodni skaner qilish orqali yoki mana bu adresga pul jo'natish orqali pul solib olsangiz bo'ladi. Yoki hamyonga qaytamiz. Yoki emas, pul solib olsangiz bo'ladi. Mana 20 dollar solib olingan. Endi buni staking, ya'ni tikib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda mana qancha tikmoqchiligingizni, qanaqaligicha to'liqligicha ko'rinib turadi. Bu yerdan summani tanlaymiz. Menda albatta bunaqa katta summalar yo'q. Sizlarga ham bunaqa katta summalarda bunaqa saytlarga ishonishni maslahat bermayman. Minimalkasi bilan ishlash kerak. Masalan, mana hozir men 20 dollar kirgizib, bir kunda 22 dollar 60 sent ishlaganman o'sha. Hozir bir kun uchun tikadigan bo'lsam, bu pulim bir kundan keyin mana qarang. Bir kundan keyin mana bu yerga qaytib tushadi. Lekin bu pullarni chiqazib olishning iloji yo'q. Bu degani biz bir kunga tikdik nima, oxirgacha 1 yilga tikib qo'ydik nima. Biz agar mana shu 20 dollarni 1 yilga tikadigan bo'lsak, o'pshi 949 dollar olishimiz mumkin ekan. Lekin rostdan mumkinmi? Sayt necha kun ishlasa, o'shancha kun daromad olasiz. Sayt ertaga yopilsa, ertaga 20 dollarga kuydingiz degan. Sayt 10 kun ishlab beradigan bo'lsa, o'sha foydadasiz. Shunaqa. Xo'p, biz 20 dollarni 365 kunga hozir stavka qilamiz. Mana, подтверждать degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizning pulimiz hozir stavkamiz ketadi. Yo'q. Internetda problema bo'ldi. Yana bir marta qilamiz. Успешно yoki shunga o'xshagan yozuv chiqadi, hozir ko'rasizlar.
Yo'q, bizda muammo. Kelinglar перезарядка qilib olamiz. Обновить qilamiz saytni. Saytda muammo bor qanaqadir. 20 kunga, $20 365 kunga to'liq. Endi stavka. Подтверждать. Mana успешная stavka. Endi biz har kuni $260 dan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'radigan boshqa narsa yo'q. Kelinglar pulni chiqazishga buyruq berib qo'yamizda, qanchada chiqadi e'tibor beramiz shunisiga. Undan oldin albatta shotimni ochib bir marta ko'rsataman. Har xil aqllilar bor, montaj, shantaj deydigan. Eslatib o'taman, menda montaj qilishga sabab yo'q. Sabab men sizlarga pul kirgizinglar deb aytayotganim yo'q. Mana $4.12 pul bor hozir ayni vaqtda. Ana shuni atazvat qilib $2 tushishini ko'ramiz. BIP20 tarmog'i ostidagi USDT yoki TRX orqali pul chiqazib bo'lsak bo'ladi. Mana bu yerga chiqazib olinadigan yoki TRX yoki USDT BIP20 tarmog'ini qo'yishimiz kerak. Men BIP20 ni qo'yib olaman. Summani mana всени bosamiz, hammasi tushadi. Ro'yxatdan o'tayotgan payt parol terganmiz. Ana shu parolni bu yerga yozishimiz kerak. Yozib oldik. Hech qanaqa komissiyalarsiz bizga 260 kelishi kerak. Успешное снятие средств. Pulimiz успешно chiqib ketdi. Endi kelishini kutamiz albatta. Ayni vaqtda menda $4.12 pul bor shotimda. Ekranni mana bu yerga qo'yib turaman. Kelsa sразу ko'rsatish uchun. Demoqchi edim, o'sha birinchi SMS keldi. E'tibor bering, mana tepada. Hozir qaytib chiqib ketadi. Endi shu kelgan SMSni ko'ramiz. Yana bir marta aytyapman, yolg'on gapirganimdan foyda yo'q. Mana birinchi SMS kelgan, ikkinchisini kutilyapti. Mana pulimiz 204 ga 26 ekan. 204 ko'rinib turibdi bu yerdan ekrandan. Mana shunaqa. Birinchi SMS keldi, hozir ikkinchi SMS ham keladi. Sizlar bu tomonga ham qaranglar, bu tomonga ham qaranglar. Birgalikda SMS kelishini kutamiz. Bu yerda yana nima bor? Qarang, stavka degan joyi bor. Stavka degan joyga kirsak, mana bu o'zimizni oynaga tushamiz. Niyat qilaylik. Bitta obnovit qilamiz. Birgalikda. Mayli, birinchi pulimiz kelib olsin. Hozir ozginadan keyin kelishi kerak. Uje 15 tadan 12 tasi bajarilib bo'libdi. Короче, Binance'da birinchi SMS keldi degani, bu pulingiz aniq keladi degani 99% holatda. Ikkinchi SMS ham keldi. Endi bitta obnovit qilsak, bizning pulimiz успешно mana. Pulimiz qo'shildi. Shotimni ham bitta yangilab ko'rsataman. 472 mi? 672 ga aylanib bo'libdi uje. Boshida 412 edi. Eslatib o'taman, shuning uchun 672 ga aylandi. Xo'p, stavkani ko'rdik. Stavka hozir biz kirgan joy. Mana asosiy ishni bajargan joyimiz. Bizga kerak bo'ladigan asosiy oyna shu. Agar siz bu yerda referral dasturidan foydalanaman desangiz, mana referalniy programma degan joyga kerak bo'ladi. Bu yerdan o'zingizda referral silkangizni mana bu silkani olsangiz bo'ladi. Bu meniki. Men mana shu referral silkani videoning tagiga qo'yib qo'yaman. Bu siz kira olmaysizlar, o'shaning uchun referral silka qo'yaman. Kirib pul kirgizsalaring men daromad olaman, lekin kirgizinglar deb aytayotganim yo'q. $20 riskovat qilib ko'raman desangiz marhamat, lekin xudo xohlasa yo bugun yo ertayinga qo'yiladigan yana bitta pul ishlash yo'li bor. Ana shuni qo'yganimizdan keyin yana ham kuchliroq bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman, qaranglar, xudo xohlasa oldinda 3-4 kundan keyin yangi ofisga, bahorga ofisga o'tamiz. Ana u yerda har kunlik aktiv holatda ishlab, sizlarga ham o'zimga ham foyda keltiradigan ishlarni qilamiz. Kanalni kuzatishda davom eting. Menda hech kim yo'q, hech kimni chaqirmaganman, mana hech kim chaqirilmagan. O'zim referral silkamni hozir videoning tagiga qo'yaman, keyin sizlar kirishni boshlaysizlar. Kimdir agar o'zini xohishi bilan pul kirgizsa, mana yerda общий dohodim ko'rinadi meni. Ya'ni sizlardan kelgan dohod. Lekin kirmanglar deb aytayapman yana bir marta. Birinchi o'rgin uchun mana 9%, ikkinchi o'rgin uchun 3%, uchinchi o'rgin uchun 1% dan daromad olamiz. Yana nima? O'zingizni qiziqtirgan savollarga javoblarni mana bu yerdan olsangiz bo'ladi, lekin asosiy aytiladigan narsalarni men aytib bo'ldim уже. Bu yerda sizlarni qiziqtiradigan narsa yo'q. Nastroykadan o'zingizda parolingizni almashtirishingiz va shunga o'xshash ishlar qilishingiz mumkin. Bosmayman, chunki meni qilgan ishlarim ko'rinib meni parolim ko'rinib qolishi mumkin. Приложение tugmasini bossangiz, o'zingizga приложениесini tortib olsangiz bo'ladi. Istoriyadan hozir qilgan ishlaringiz istoriyasi, поддержать-dan bossangiz, texpodдержкаga aloqaga chiqasiz. Mana shu ham saytda texpodдержкasiga. Выйти-ni bossangiz chiqib ketasiz albatta. Bu yerda boshqa ko'radigan narsamiz yo'q.
Videorolik qisqagina, tushunarli bo'lishi kerak edi. Adashmasam ham qisqa ham tushunarli bo'ldi. Bo'ldi. Hozircha shu. Yana bir marta eslatib o'taman, bu xavfli pul ishlash yo'li, xavfsiz daromad olsa bo'ladigan, lekin ishlaydigan yo'l Telegram kanalimizda bo'ladi. Bir kun ichida kirsangiz, birinchi kunning o'zida ko'rsangiz, tekinga olasiz. Ikkinchi, uchinchi, beshinchi va hokazo kunlarda kiradigan bo'lsangiz, $1 evaziga olishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilibligini Telegram kanalimga o'tib bilasiz. Hozircha chachamanglar. O'zingizni ehtiyot qiling.